Hammaga xayrli kechasizlar. Xullas syomkadan kelib srazu iftorliga pottillab ovqat pishirishni boshladim. Xullas nima ovqat deb o'ylaysizlar, oxirida ko'rasizlar, keyin bitta ideya kelib qoldi. Doim shunaqa video olaman, lekin yuzim svetli chiqmaydi dedim-da, o'zimcha eski diotimni olib, bir chekkadan yopishtirib chiqmoqchi bo'ldim, lekin bunga Nazarbek do'stim yordam berdilar. Birga topsalar zo'r qilib yopishtirib berdilar. Xo'jayin o'tda montaj qilib o'tirdilar. Men ovqat qildim. Xullas hech kim bo'sh emasdi. Oyijon esa qizimga qarab o'tirdilar. Shunaqa chiroyli manzara bo'ldi. Xullas men keyin ovqat qilishda davom etdim. Shuncha yopishtirib chiqqanimizga yarasha eng qizig'i diodni oq rangi kuyib qolibdi. Hech qisi yo'q, qizil yoki pushti. Umuman olganda ko'k ranglari juda ham chiroyli, nafis rang berib turdi. Jiha yomon deb bo'lmaydi-yu, просто ko'zim og'rib ketdi, to'g'risini aytsam ovqat pishirguncha. Xullas iftorlik vaqti ham bo'lib qoldi. Adajon keldilar, oilaviy o'tirib hozir iftorlik. Xullas oxirgi qo'ygan masalimga aktiv bo'lsanglar bo'ldi. Hammanglarni yaxshi ko'raman, eslar.